Bobur! Ey Bobur! Voy Jasurbek bolam, yaxshimisan? Xola, assalomu alaykum. Kel, Bobur ichkarida yotibdi. Kir. Qalay yotdimi bu bola? Qachon odam beradi bu bilmadim. Buni yotishiga qara. Tur. Tur, abit bo'lib ketdi jo'ra, tur. Nima deysan? Tur, yuz qo'lingni yuqani keyin aytaman, tez bo'l. Tur. Nima? Tur, yuz qo'lingni yu, keyin aytaman. Tur. O'qishing nima qilding? Hal qildingmi? Jasur. Har kun shunaqa gaplaring bilan boshimni qotirma. Onamni bir o'zlari. Sharoitimni ko'rib turibsan-ku. Kontraktga tushsam qanaqa to'laydi? Undan tashqari hujjat topshiradigan vaqam o'tib ketdi. Yechimi bor-ku. Shu uchun ham oldiga keldim, jo'ra. Mana Osiyo xalqaro universiteti 200 ta grant ajratgan. Undan tashqari sentyabr oyigacha hujjat topshirsang bo'ladi. 200 ta grant? Rostdanmi? Qanda 200 ta grant. Kecha borib o'zim hujjat topshirib keldim, jo'ra. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Boshimni qotirma. Qayerdan eshitding o'zi? Ishonmaysanmi? Instagramga kir, oxu.uz deb yoz, videolarini ko'r, telefon raqami bor, telefon qilib ko'r. Ta grant? Sentyabrgacha hujjat topshirish imkoniyati? Soat umr bo'pti. Men ketdim, hujjat topshiraman. Hoy bolam, qayerga ketyapsan? Shoshma, choyini ichmading-ku. Ona, men Osiyoga hujjat topshirishim kerak. Duo qiling. Grantga o'qishga kirib, albatta ishonchingizni oqlayman. Mana, jo'ram ham universitetga topshirdi. Nasib bo'lsa ekan ham grantga kirib ketamiz.